Abduqodir hamma sizni sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, men qiynaganmi? Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizning fikringizni gapingizni aytsangiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xolasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'lyapti Manchester Cityga? Moslashish qanaqa ketdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Manchester Cityda eng yaqin do'stim Vitor Reis degandingiz, braziliyalik himoyachi. To'yga birinchi bo'lib unayotgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa to'y? O'zbekistondagi